Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizda arxitektura kursimizda tamomlagan talabamizni ishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu gruppamiz bilan, ya'ni bir ikkita yana darsimiz qolgan. Natijalari ko'rsatib o'taman. Odatda bitta proyektni birgalikda talabalarimiz bilan xuddi mana shunaqa holatda ishlab chiqamiz. Undan tashqari har bitta talabamiz mustaqil ishlaydi. Mustaqil ishda alohida yer ajratib beriladi, hammaga har xil o'lchamda. Ana shuni xuddi mana bu kursda birga ishlagan proyektimizga qarab ishlab chiqishadi. Ya'ni kursni tamomlagandan keyin ikkita mana shunaqa proyektingiz bo'ladi. Proyektimizning tarkibi genplan, mebelirovka podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat, kotlovan, podushka, uni razrezlari, razmerli podvalni plani, vidishkalari bilan qayerda asbest turba, qayerda plastmas turba, polni shular haqida ma'lumot. Keyin ora yopma. Qayerda plita, qayerda monolit, nima uchun bunaqa, hammasi haqida ma'lumot berilgan. Birinchi qavat razmerli plan, uni ustun yopmasi, qayerda to'sin, qayerda plita. Ikkinchi qavat uni ustun yopmasi, tom yopmamiz. Bu yerda razrezlarni ko'rishimiz mumkin. Balandliklar haqida to'liq ma'lumotlar berilgan va glavniy fasadimiz. Fasad ishlayotganda odatda eskiz asosida fasad chizamiz. Plan chizayotganda avval eskiz qilamiz, keyin plan chizamiz. Fasadda ham shu. Odatda asosiy fasadni chizib ko'rsatamiz, qolgan fasadlarni talabalarimiz o'zlari ishlashadi. Bu yerda fasadlarda ozgina kamchiliklari bor, kamchiliklarni belgilab beramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa holatda talabalarimiz tayyorlaganlar. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, qanaqa tiyagi ishlatilgan, o'shalarigacha bu yerda raqamlashtirib beramiz. Ya'ni dizayndagi, proyektdagi bilan hayotda ham bir xil chiqishi uchun mana shunaqa raqamlashtirib beriladi odatda. Kurslarimizda qonun qoidalari, qanaqa chizish kerak, nimadan boshlash kerak, shular haqida o'zimiz qanaqa ishlasak, xuddi shu ma'lumotlar to'liq beriladi. Kotlovan darsiga kelganimizda kotlovan haqida namunalar ko'rsatiladi. Buni tushuntirib beriladi. Podushkaga kelganimizda podushkalar haqida ma'lumotlar beriladi. Plitalarga kelganimizda buni standartlari, qanaqa ishlatish kerak, nimaga oralari ochiq, shular haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tiladi. Agar siz ham arxitektura kursimizda o'qimoqchi bo'lsangiz, arxitektura sohasiga qiziqishingiz bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha bilimlarimizni ulashishga harakat qilamiz. Eng muhimi sizda sohaga bo'lgan qiziqish bo'lishi kerak. Ketma-ketligi bo'yicha, demak, birinchi arxitektura kurs, ana undan keyin dizayn kursimizda o'qisanglar bo'ladi. O'shanda arxitektura sohasiga bemalol kirib boshlashinglar mumkin bo'ladi ishni. Dizayn kursimizda buni 3D lari ko'rsatiladi, vizualizatsiya ko'rsatiladi, interyer, eksteriyer. Demak, kurslarimizda o'qimoqchi bo'lganlar izohlarda yozishinglar mumkin yoki telefon nomerlarini qoldirishimiz mumkin, aloqaga chiqsanglar bo'ladi.